Yuzimda mayda ajinlar, osilishlar bo'lgani uchun kelgandim. Anora menga full face muolajasini maslahat berdilar. Full face shu mayda ajinlarni tortib, yuzni ko'taradigan muolaja. Mani yoshimga, menga to'g'ri keladigani shuni aytuvdilar. Men olib ketdim. Lekin sezdim, masalan, yuzlarim yaltillab, tortishib, anaqa qilib ko'tarilib, kremlar sursam ham yuzimda yaxshi yotyapti-da, chiroyli anaqa sezdim. Endi menga hozir ma'qul keldi. Men anchadan beri kuzataman Anorani, menga yoqadi ishlari. Ancha kuzatib keldim. Yuzga qarab, siz mana buni oling, sizga mana bu to'g'ri keladi deb maslahatlariga anaqa qildim-da, ishondim. Lekin men hozir full face olgandan keyin men o'zimda rezultat ko'rdim. Yosh bo'lsa ham Anoraga ixlos qildim. O'shaning uchun o'zi rezultat ko'rganim, yuzim yaxshi bo'lgani uchun keldim deyman. Bo'lmasam balkim kelmay qolishim mumkin edi.